Parizod burjidagilar haqida haqiqatni eshitsangiz hayron qolasiz. Ularning eng katta kuchi ham, eng katta minusi ham bitta. Parizod burjidagilar o'ziga xos xarizmaga ega. Odamlar ularning yonida o'zini erkin his qiladi. Plyuslari: juda ham aqlli va tez fikrlaydi. Har qanday vaziyatdan chiqish yo'lini topa oladi. Muloqot qilishni yaxshi biladi. Ijodkor va yangi g'oyalarga boy. Erkinlikni qadrlaydi va boshqalarni ham ilhomlantira oladi. Minuslari: ba'zan qaror qabul qilishda ikkilanib qoladi. Kayfiyati ham tez-tez o'zgarishi mumkin. Zeriksa, ishini oxirigacha yetkazmasdan ham tashlab ketish ehtimoli bor. His-tuyg'ularni ichiga yutgani uchun boshqalar ularni sovuqqon deb o'ylashadi. Ular aslida bir xil hayot tarzidan tez charchaydi. Parizod burjidagilar erkinlik va ularga zavq beradigan g'oyalar bilan yashaydi. To'g'ri yo'nalishga tushsa, atrofdagilarni ham o'sishga undaydigan kuchli shaxsga aylanadi. Agar siz ham Parizod burjida tug'ilgan bo'lsangiz, izohlarda yozing va bu ma'lumotni yaqinlaringizga